Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Toshkent gumanitar fanlar universitetida bugun TGFU podcast loyihasining birinchi soni. Bugungi mehmonimiz psixologiya bo'yicha falsafa fanlari doktori Mirkarim Raimjonov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ravshanbek, yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Salomatmisiz, charchamayapsizmi? Ha, bo'ladi. Bugun podkastimizning birinchi soni, ya'ni biz podkast boshlashimizdan oldin Instagram ijtimoiy tarmog'ida qo'ygan ma'lum bir savollarimiz bor edi. Bilamiz, ijtimoiy tarmoqlarda hozir kundan kunga psixologlar soni ortib bormoqda. Shunday. Endi ulardan tushayotgan savol shundan iboratki, biz haqiqiy psixolog bilan Instagram ijtimoiy tarmoqlarda yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritayotgan haqiqiy diplomga ega bo'lmagan psixologga qanday farqlashimiz kerak? Shu haqida fikr bildirsangiz. Savol uchun rahmat, Ravshanbek. Bu hozirgi kundagi dolzarb masalalardan bittasi sifatida qaraladi. Hozir diplom asosiy faktor emas. Diplomi bo'la turib, nazariy bilimlarni o'zlashtirishi past bo'lganligi natijasida turli xil Yevropadan kirib kelayotgan oqimlarni salbiy oqimlarga berilib, uni O'zbekistonga targ'ib qilish hollari juda ko'p kuzatiladi. Masalada olishimiz mumkin, o'zi psixologiyani o'zi ham bizga Yevropadan kirib kelgan-ku degan tushuncha bor. Ha, Yevropadan kirib kelgan. Bu nazariy bilim, eksperimental metodologik soha. Ha, endi odamlar kitob o'qimay qo'ydi, yoshlarimiz. Hammasi ham emas, endi hammasida fatvo berib olmaymiz. Ko'pchilik mana kitob o'qimaganligi natijasida yengilroq ilmga olaylik, psixoanaliz ma'lum bir muddat olaylik, 6 oydan 2 yilgacha sizni muammolaringizni o'rganadi. Lekin odamlar bu narsaga nafs ko'tarmaydi-da, osonroq 5 daqiqada sizni muammongizni yechaman deganlar orqali o'zining muammosini yechishga harakat qilishyapti. Lekin bu xato. Sabab 5 minutda hech qanday muammo hal bo'lmaydi. Aynan bu ijtimoiy tarmoqda faoliyat yuritayotgan ko'plab mutaxassislarimizga nazar tashlaydigan bo'lsak, hammasi kurs sotish, o'zini chirkin g'oyalarini din orqali jamiyatimizga singdirishga harakat qilishyapti. Chunki bilamizki, O'zbekiston baribir stereotipida diniy aqidalar ustun turadi. Urf-odat an'analarimizda ham albatta axloq birlamchi turadi. Shu nuqtai nazardan bu sohalar hozirgi kunda juda ham rivojlanyapti. Ammo nazorat qilish kerak. Hattoki mana ijtimoiy tarmoqlarda oxirgi kunlarda reklama bo'lyapti. Merlar Facebook ijtimoiy tarmog'i asoschisini Instagram chaqirib, sizning ijtimoiy tarmog'ingiz nima uchun xavfsiz emas? Nimaga o'smirlarimiz 35% Amerika o'smirlari zarar ko'rdi? Xavfsiz bo'lmaganligi uchun. Yoki olaylik Netflix, hozirgi kundagi juda ham ommabop platforma. Nimaga aynan sizni platformangiz transgender g'oyalarini, LGBT g'oyalarini targ'ib qilyapti, aynan o'smirlar orasida? Siz nima uchun buni mutaxassis psixologlar bilan ko'rmagansiz, tahlil qilmagansiz, tanqidiy qaramagansiz degan savolni qo'yapti. Tasavvur qilyapsizmi bu nima degani? Ular psixologik nima uchun deyapti? Chunki psixologiya bugungi kunda axborot asrida juda katta kuch. Psixologiya axborot bilan, ijtimoiy tarmoq bilan birlashdi degani jamiyatimizga har qanday oilaga kirib bordi degani. Yoshlarimizdir, kattalarimizdir, barchamizda ijtimoiy tarmoq bor. Ijtimoiy tarmoqda ko'ramizki, doim yengil hayot ko'rsatishga harakat qilishadi va mana shu yengil hayotni davomi sifatida siz aytayotgan o'sha qo'shtirnoq ichidagi psixologlar deymiz. Qo'shtirnoq ichidagi psixologlar, motivatorlar, ko'chlarni ham qo'shsak bo'ladi. Aynan mana shu yoshlarimizni ongiga yengil hayot falsafasini singdirishga harakat qilishyapti. Ustoz, menda yana bir hozir sizni eshitib bir savol tug'ildi. O'zim ijtimoiy tarmoqlarda juda faolman. Har kuni ko'rgan reyslarım orasida chiqishadi-da, psixologlar har xil. Kirib akkauntini ko'raman. Ko'rsam, numerolog deb yozib qo'yishadi. Endi savol, bu ham psixologiyada bitta asosiy yo'nalishmi yoki bu qanaqadir odamga yaqinroq borib, uni hayotini raqamlar orqali aniqlashtirib tartibga solishmi? Shu haqida bir fikr bildirsangiz. Bu psevdo psixologiya, ya'ni soxta psixologiya. Hozirgi kunda kodlar, raqamlar yozib berishyapti. Ana o'sha raqamlardagi faoliyat yuritsangiz, ismingizdagi raqamlar soni, tug'ilgan kuningizdagi raqamlar soni, bu soxta yo'nalish. Insonni ongini zaharlab, shu raqamga ishontirish orqali muammoni yechishyapti. Lekin insonlar hech qaysi shu muammoni yechilayotganini ko'rmayapmiz. Ijtimoiy tarmoqda endi shunday gapirishadiki, o'zlariga ishonch bilan biz ko'rib hayron qolamiz-da, shuni metodologiyasi bormikin? Albatta psixologiya unutmasligimiz kerak-da, 99% taxminga asoslanadi. Bizniki aniq fan emas, ijtimoiy gumanitar fan. Har bittasi taxminga asoslanadi. Chunki psixologiyada savol berish kerak.
Ya'ni har qanaqa jabhada bu nima? Aynan yoshlarimizni mana shu ijtimoiy tarmoqning salbiy oqibatlaridan zarar ko'rishiga nima ta'sir ko'rsatyapti? Oilasi, do'stlar, ko'ryapsizmi? Oilasi, do'stlar ketaveradi. Bu psixologiya. Ya'ni savol beradi. Har xil narsa ta'sir qilishi mumkin. Taxmin, aniq belgilangan mezon yo'qki, mana bunga bu narsa 100% ta'sir qiladi degan narsa yo'q. 100% dedimi? Mana shu numerologlarga o'xshab 100% javob beraman. Men sizga aytsam, aniq ishlaydi bu kodlar, sizni miyangizda pulga oqimni ochadi, hammasi soxta. Bu kundan kunga jamiyatdagi bir dolzarb mavzuga aylanib borish natijasida ko'ryapman, ularni chiqarayotgan videolari ostida juda ko'plab izohlar qoldirilgan. Ya'niki jamiyatda bunga nisbatan qiziqish yuqori. Demak, bu jamiyatda odamlarning psixologiya to'g'risida tushunchani to'liq shakllanmaganligidan yuzaga kelyapti deb xulosa qilishga to'g'ri kelyapti. Albatta, psixologiyani olaylik, shular orqali tushunib yoshlarimiz oliy ta'limga kelishyapti. Mana shunday deb o'ylashyapti. Va oliy ta'limga kelib biz auditoriyaga darsga kiradigan bo'lsak, biz bilan konfliktga borishga harakat qilishadi. Ya'ni siz gapirayotgan gaplaringiz eski, saqitdan qolgan, nazariy asos bizga kerak emas, bizga raqamlarni o'rgating, bizga nimadir kodlar bering. Kechirasiz, u kod qayerdan kelib chiqadi? Savol bersak, o'zlari hech narsa bilmaydi. Shunchaki o'sha postlarda, kommentlarda bu narsa rivojlanishiga oddiy sabab psixologiyada umum psixodiagnostika rivojlanishiga nazar tashlasak, insonning o'zini o'rganishga nisbatan qiziqishining ortishi psixologiyani bugungi kunda rivojlanishiga olib keldi deydi. Endi siz aytayotgan mana bu kommentga yozayotgan insonlarimiz, fuqarolarimiz, jahon miqyosidagi odamlarning barchasi o'zida kechayotgan ma'lum bir jarayonlarni o'rganishga harakat qiladi. Shu yo'lda adashib qolishyapti. Adashib qolishligiga sabab yengil, qisqa vaqt ichida o'zi haqida nimalardir bilishga harakat qilishadi. Lekin biz sog'lig'imizda muammo bo'lsa, biz qo'shnidan yoki televizordagi reklamadan qarab dori ichmaymiz-ku. Doktorga borib, analiz topshirib, shundan kelib chiqib dori ichamiz. Lekin psixologiyada unday bo'lmayapti. Men javob beraman degan gapga insonlarimiz aldanib qolyapti-da. Bundan tashqari boshqa tushunchalarni ham qo'shib borishyapti. Ustoz, endi yana bitta savol tug'ildi. Yuqorida aytgan fikringiz bo'yicha, ya'ni bir qiziq mavzuni aytdingiz, soxta psixologiya, ya'ni psevdopsixologiya. Endi haqiqiy psixologiya bilan soxta psixologiyaning farqi qanday? Shuni bir umumiy tushuncha berib o'tsangiz. Soxta psixologiya degan tushunchani ishlatishda o'zi sal noto'g'riroqda. Chunki psixologiyani soxta qilayotgan shaxslar bor. Psixologiya nomi ostida foydalanayotganlar bor. Bularning natijasida jamiyatimiz ilmiy nuqtai nazarni ma'lum bir olaylik mana shunday chirkindi g'oyalarni ilgari surayotganlarini g'oyasi bilan adashtirib qo'yishyapti. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda nimaga bo'lmasam sizlar kurashmaysizlar degan savol tug'iladi. Buni ham hozir mexanizmini tushuntirib beraman. Soxta psixologiyani umum gaplashamiz. Xudo xolisa keyingi sonlarda biz siz bilan har bittasini kerak bo'lsa videosini olib chiqib, biz shaxsini emas, audiosini qo'yib berib, nima deganini tahlil qilib beramiz, jamiyatimizga balki manfaatli bo'lsa. Demak, bizning jamiyatimiz diniy e'tiqodga suyangan, urf-odatlarga ega jamiyat. O'zbek jamiyati. Va ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotgan mana shu soxta mutaxassislarni aksarlari dinni qo'shib gapirishadi. Men ko'p joyda aytaman. Mana bugun savol berishyapti. Depressiya iymonsiz odamda bo'ladimi deyapti. To'xtab turing deyapman. Depressiya umuman boshqa tushuncha deyapman. Iymon umuman diniy e'tiqod tushunchasi. Nimaga ikkalasini bir-biriga qo'shib savol beryapti? Siz bilmas ekansiz dedi menga qarab. Ha, siz bilasiz dedi, men nima? Depressiya biz o'lchaymiz. Psixologiya depressiyani o'lchaydi, lekin depressiya bilan tibbiyot mutaxassislari ishlaydi. Har bitta soha kategorik, metodologik o'zining ilmiy asoslariga ega. Klinik psixologiya. Bir tarmog'i sifatida endi bu soxta psixologiyada dinni aralashtirishadi. Chunki bizda nima bor? Mexanizm bor, stereotip bor. Allohni qo'shib gapirsa, uni kitobidan dalil keltirsa, mana Xudo haqqi deb turibdi-ku, mana Robbim Alloh deb turibdi-ku, aldamasa kerak, mana shu ishlarni qilsam o'xshasa kerak deydigan tushuncha bor. Yaqin kunlarda ko'ryapman, juda ko'paydi diniy tushuncha. Va bu psixologlar shu narsani bilmasmikan? Biladi. Noto'g'ri gapirayotganini ham biladi. Lekin targetologlarimiz borki, siz trendga chiqmoqchi bo'lsangiz, dinni qo'shib gapirishingiz kerak deydi. Va siz ular dinni gapirdimi, siz kommentiga sen noto'g'ri gapiryapsan deb yozsangiz, mana bu Xudoga qarshi chiqyapti, mana bu ateist deydi.
Mana bu deydi haqiqiy deydi ahmoq deydi. Hammasi bir bo'lib, ijtimoiy tarmoqda o'zimizni himoya qilgan sohamiz internet tarmog'idagi xulq-atvor bo'lgan, kognitiv buzilishlarniki. Tafakkur qiladigan bo'lsak, biz ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatganimiz uchun yomon bo'lib qolamiz. Aslida shunaqa. Odamlarda haqiqatan tushuncha shakllanmagan. Mantiqan o'ylab qarasangiz, dinni gapirgan odam bizda jamiyatimizda e'tiqod nuqtai nazaridan emas, tushunarli bo'lishini tushuntirib beraman. Soqol qo'ysa, Allohdan gapirsa, e'tiqoddan gapirsa 100% ishonishadi. Bizning jamiyatimiz shu darajada mehmondo'st, sodda, e'tiqod nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, samimiy jamiyat. Mana shu jamiyatimiz a'zolarining ichidan chiqqan ba'zi bir dunyo ikkiga bo'linadi deydi Freud. Nevrotiklar va psixopatlarga deydi. Shu psixopatlarga vijdonsizlik qilib jamiyatimizni aldashyapti. Oling mana o'sha mexanizmda ketadi, bizda bo'ldi, diniy fenomen ketadi. Lekin ko'pchilik ketaman, talabalarimizga ham tushuntirib betaman. Din bu e'tiqod. Unga amal qiling. Psixologiyada savol berish bor. E'tiqodga savol berib bo'ladimi? Yo'q. E'tiqodga amal qilinadi. E'tiqodga amal qilinadi. Bizdagilar shundan foydalanyapti. Ana Qur'onda yozib qo'ygan deydi. Mana bu oyatda deydi. Shatta gapiradi. Ana Qur'ondan gapirdik, demak aldamayotgan bo'lsa kerak deydi. Qarang, oddiy misol qilib aytaman. Baqara surasidami, Oli Imron surasidami oyat keltiryapti. Yalang'och erkaklar, yalang'och ayollar deyapti. Endi oyatning mazmunida tafsirda keladi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf tafsirida keladi. Endi qisqacha tushunarli mazmunda aytaman, chunki bu yerda diniy fenomen yo'q. Er xotinning sirrini olib chiqib ko'chaga olib chiqsa, xotin oiladagi sirni ko'chaga olib chiqsa, ikkalasi ham deydi, yalang'och deydi. Bu degani, bu oilaviy sir ko'chaga olib chiqilmasligiga buyurilgan. Shuni aytayapti endi jamiyat uni ha deydi. Mana malades deydi-da. Lekin deyapti, oxirida gapga e'tibor bering. Biz qoida tariqasida aytamiz, o'sha davrdagi qoziga yoki hozirgi kundagi sudyaga deyapti. Va yana qoida tariqasida aytamizki deyapti. Haqiqiy mutaxassis psixologga kelib murojaat qilishingizni tavsiya beramiz deyapti. Fatvoni ko'ryapsizmi? Endi savol tug'iladi. O'zi oyatda er-xotin bir-birini sirini ko'chaga olib chiqmasin deb qo'ygan bo'lsa, u davrdagi qozi bizni hozirgi kundagi fatvo hayatiga to'g'ri keladi-da. Chunki diniy fatvo ketyapti. Bizda sudya konstitutsiyaviy qonunlarni ko'rib chiqadi. Ularda umuman boshqacha fatvo berib, yana psixologga kelib murojaat qiling deyapti. Yakunida. Men buni ko'rib, to'g'risi, zo'r biznes qilishdi dedim. Bu jamiyatimizni aldashda, bu degani nima degani? Bu yerda qanaqa stereotip ketadi? Demak, biz oilaviy masalalarda agar diniy nuqtai nazardan qanaqadir muammo duch kelsa oilada kimga boradi endi? Psixologga borish kerak ekan deydi. Psixologga borib, din masalasi, oilaviy masalani aytadi. Psixolog oyatga fatvo beradi. Tasavvur qilyapsizmi? Lekin bu bizning ishimiz emas. Har kim o'zining ishini qilishi kerak. Men ko'p aytaman, hamma o'zining ishini qilsin. Siz statistik tahlil qiling, metodikalarni o'tkazing. Yevropadagi metodikalar bo'lsa, O'zbekistonga modifikatsiya qiling, maqola yozing, e'lon bering, uni o'ziga xos mutaxassislardan taqriz oling. Ilmiy mutaxassislar uni ko'rsin, jamiyatimizga to'g'ri ta'sir qilyaptimi, noto'g'ri ta'sir qilyaptimi? Hattoki biz Yevropadan kirib kelgan ma'lum bir yangi metodikani, ilmiy tasdiqlangan metodikani ham tarjima qilayotgan paytda bizni jamiyatimizga tushadimi, tushmaydimi? Statistik aprobatsiyadan o'tkazamiz. Tushsa, keyin olamiz. Tushmasa, biz nimadir qismlarini, agar bilsangiz, manba FPI testini modifikatsiyalashgan A shakli, B shakli, V shakli, D shakli deb ketaveradi. Buni sababi oddiy, ya'ni jamiyatga moslashtiriladi. To'g'ridan to'g'ri biz hech qachon ola olmaymiz. Chunki to'g'ridan to'g'ri qabul qila olmasligimizning sababi Yevropadagi madaniyat bilan o'zbek madaniyati, mentaliteti bir-biriga to'g'ri kelmasligi natijasida o'z aslida qilinadi shu narsa. Shunday. Mana shu narsani lekin bular bilmasdan olib ko'rayotishdi. Yaqinda yana bitta qiziq voqeaga guvoh bo'ldim. Ajrashganlar yangi turmush qurish uchun oilasida yana baxtli hayot, oilasi o'xshamayapti deylik. Baxtli hayot qurish uchun nima qilish kerak ekansa, onasini oyog'ini yuvish kerak. Bu psixolog tavsiyasi dedi oxirida men tamom bo'ldim to'g'risi. Shu darajada oyoq yuvsa ish bitib ketadigan joylari bor ekan, mana bilmagan ekanmiz. Lekin jamiyatimiz shunga ishonyapti-da. Oyoqni yuvish so'zining orqasida ota-onaning duosini olish borda, yana e'tiqodga taqab qo'yishyapti. Undan ham qizig'i Yasin metodikasi chiqibdi.
U qanaqa metodika endi? Endi biz Qur'oni Karimdan Yasin surasini bilardik. Lekin Yasin metodini eshitdik biz yaqinda. Bu yerda qanaqa diniy motiv bor, e'tibor bering. Siz o'sha Yasin metodi bo'yicha Yasin surasini o'qish bo'yicha tavsiyalar berib o'tyapti. Qancha kun shu ishni qilasiz deyapti. Endi mana shuncha kun shu ishni qildingiz, olaylik, effekt bermadi. Sizni miyangizda Yasin metodiga emas, siz Yasin surasini o'qiyapsiz-ku, Qur'ondagi oyatga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'ladi. Va sizda radikal g'oyalarni, bo'ldi, psixologlarning hammasi mana shunday, dinga nisbatan ishonchsizlik. Men Yasin surasini o'qidim deb qaysidir e'tiqodli inson aytsa, deydi, bo'lmabdi deydi. Sekin astalik bilan, hozir oddiy tuyulishi mumkin, lekin sekin astalik bilan biz ustozimiz Shomar G'ayrat Bahramovich aytganlaridek, o'zbek oilasining etno-psixologik modelini yo'qotib boramiz. Hozir mana ijtimoiy tarmoqqa qarang, taqlid, trend, o'ngga qarang trend, chapga qarang trend. Qani o'zbek farzandining etno-psixologik modeli yo'qotib boryapmiz. Qaysidir davlatlarga borsangiz, bilasizmi, o'zini faqat milliy kiyimlardan foydalanishadi, zamonaviy kiyimlarni ham o'zini madaniyatiga moslashtirishadi. Lekin bizda qani? Misol uchun o'zimizda ham bo'lishi mumkin. Lekin men aytayotgani umum ma'nodagi madaniyat o'zgarib ketayotgan yoshlarimizga aytmoqchiman. Yoshlarimiz g'oyasi yengil hayot falsafasi. Yaqinda mana qizil bayroqchilar chiqdi. Falsafa, mantiq ojiz qolyapti. Psixologiya chetda tomosha qilyapti ularni gapirayotgan gapini. Hozir sizni fikringizni eshitib bir eshitgan faktni tekshirish uchun sizga savol bermoqchiman. Shu haqiqatdan rostmi, yolg'onmi? Psixologiyada, Yevropada psixologiyani otasi sifatida tanilgan Sigmund Freud madaniyatdan voz kechmoqchi bo'lganda, uni shogirdlari Adler va Jung undan voz kechib ketishgan degan. Karon Xorni ham voz kechib ketgan. Shuni eshitganman. Shu haqida bir fikr bildiring. Mana madaniyatdan voz kechish kerakligi to'g'risida mana Sigmund Freud shundan ketish kerak deganda shogirdlari undan ustozidan voz kechdi. Sigmund Freudga keladigan bo'lsak, Freud ko'pchilik yomon ko'radi. Talabalarimiz orasida ham ba'zi birlari bor. Freudga qarshi chiqadigan. Freud haqida siz nima deysiz? Men hamma joyda aytaman. Freud oilada yoki bo'lmasa majlisda kimdir haqiqatni gapirib ishdan bo'shab ketadi. Freud shunaqa bo'lganda, mayli, Freud jinsiylik nazariyasini ilgari surgan. Freud shaxsni menimcha 3 ga bo'lib tushuntiradi. Id, ego, superego. Tushuntirish chog'ida insonni jinsiy mayllari boshqaradi deydi. Siz aytayotgandek madaniyatdan voz kechish ham bor. Madaniyatdan voz kechish ortida yana bir fikrni ilgari suradi. Inson o'zi yaratgan mevadan tatib ko'rsa bo'ladi deydi. Degani nima desa, inson o'zini qiziga uylansa bo'ladi deydi. Bu fikrlarga umuman qo'shilmaslik kerak. Men ham qo'shilmayman. Hech qanaqasiga to'g'ri kelmaydi. Mutlaqo noto'g'ri. Mutlaqo noto'g'ri. Lekin undan shunday fikrlar chiqyaptiki, mana shaxsni meni id, ego, superegoga bo'lyapti. Insonni nafsi boshqarish haqidagi g'oyalarni ilgari suryapti. Agar ikkita inson bir-biriga nisbatan ma'lum bir sxemadagi muloqot jarayonini olib boradigan bo'lsa, bir-biriga bog'lanib qolishini hammasini tushuntirib bergan. Olaylik, mana ma'lum bir ko'chada bir chiroyli qizni ko'rdingiz. Shu chiroyli qiz bilan ma'lum bir chirkin g'oya miyangizdan o'tdi. Xo'p, endi siz o'sha qiz bilan shu narsani o'ylasangiz, buni Freud aytadiki, bu o'sha qizga bog'lanish deyiladi. Ya'ni perenos deydi. U qiz ham sizga bog'lansa, kontrperenos deydi. Qarama-qarshi bog'lanish. Ya'ni transfer, kontrtransfer deb atalanadi. Endi agar siz o'sha qizni ko'rib yoki ma'lum bir filmni ko'rib, uni o'zingizda ayolingiz bilan tasavvur qilsangiz, buni proyeksiya deydi. Uni bunda moslashtirish. Har bittasini tushuntirib beryapti kategorik nuqtai nazardan. Hamma yomon ko'rdi. Jinsiylik nazariyasi dedi. Yo'q, hamma narsa jinsga taqalmaydi dedi. Karon Xorni chiqib ketdi, nevrozlarni o'rganib ketdi. Adler individual psixologiyani o'rganib ketdi. Endi bilamizki, Carl Gustav Jung diniy nuqtai nazardan kirib kelgan. Jung bilan Freud o'rtasidagi suhbatlar ham ma'lum. Ana o'shanda Jung ustozini shu perenos, kontrperenos nazariyasini noto'g'ri ekanligini isbotlashga harakat qiladi. Oxir-oqibat baribir taslim bo'ladi. Lekin ular ajrab chiqib ketadi. Jung Freudni eng yaxshi ko'rgan shogirdi bo'ladi. Tarixlarda keltiriladiki, Gitlerning xos psixologi bo'lgan Carl Gustav Jung. Ular qarshi chiqib ketganini ko'pchilik mana Freud noto'g'ri yo'lda bo'lganda qarshi chiqib ketgan deydi. Yo'q, Arastu Platonga qarshi chiqqan. Ustoz shogirdlar o'rtasida fikr bo'ladi. Agar u fikr bo'lmasa, o'likdan farqi yo'q. Hattoki biz bola tarbiyasida ham tushuntiramizda, bolangizga teginma, yema degan narsangiz borib yedimi, tegindimi yosh bola, demak u sog'lom bola. Sog'lom odam qilma degan ishni qiladi, o'zining fikri bo'ladi.
Odamda mustaqil, ya'ni subyektiv fikri bo'lishi kerak har qanday holatda. Shunday, misol uchun Freyd haqidagi men ham hozir sizning savolingizdan kelib chiqib o'zim mustaqil fikrimni aytyapman. Uni nazariyasi psixologiyaga tub yadro sifatida qaraladi. Bizdagilar faqat oynani bir tarafini ko'radi, ikkinchi tarafini yoki devor bir tarafini, ikkinchi tarafini ko'rmaydi. Mana shu natijasida Freyd haqidagi g'oyalarga ham kim nima desa ishonib ketishaveradi. Oling, kitobni ochib o'qing, o'zingiz fikrga ega bo'lasiz. Bu savolni berishimdan maqsad aslida haqiqiy psixologiyani ichiga kirib ko'rsanglar, o'qisanglar, o'rgansanglar, aslida bu juda ham qiziq fanligi va bundan ko'plab narsalarni olish mumkinligi, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqda yuzaga kelayotgan ba'zi bir psixologlar, boya aytganimdek numerolog deb yozib oladigan psixologlarni o'rgangandan ko'ra ijtimoiy tarmoq orqali har kuni 1 soat, yarim soat o'zingiz mustaqil tarzda shu aytilgan narsalar haqida haqiqatdan bormi, yo'qmi, u nima g'oya suradi, ilgari suradi, shu haqida o'rgansa bo'lishi to'g'risida sizdan bular ma'lumot olish uchun men shu savolni berdim hozir. Oddiy misol aytaman. Kecha kuni kechqurun uyqum kelmayapti edi. Gemini bilan gaplashdim. ChatGPT bitta variant. O'sha nafs haqida, id, superego haqida gaplashyapman-da. Hattoki ijtimoiy tarmoq ham o'zbekcha, inglizcha gaplashib ko'rdim. Fikr kelyapti-da, aytyapti. Insonni markazida deyapti. E'tiqod turadi deyapti. E'tiqodimiz bizda ma'lum bir yomon ish qilsak to'xtatib turadi deyapti. Bunda bloklangan to'xtatib turadi. Siz o'zingizdagi ma'lum bir gunoh ish qildingiz, siqilyapsizmi? Bu yaxshi deyapti. Siz o'zingizga to'g'ri yo'lga qaytarishingiz mumkin deyapti. Lekin siz ma'lum bir muammo bo'lib, sizda muammo bor, lekin mana shu e'tiqodni chetga suradigan bo'lsangiz, bu juda xatarli deyapti. Hattoki ijtimoiy tarmoqdagi mana shu sun'iy intellekt ham e'tiqod bo'lish kerakligi undayapti. Endi Lekin mana shu e'tiqodni buzayotganlar ustidan choralar ko'rishni boshlash kerak. Jang boshlash kerak. To'g'ridan to'g'ri jang boshlab, ular bilan oxirigacha kurashish kerak. chunki bu jamiyat uchun juda katta zarar ertaga. Bizda mana kundan kunga ota-onalar murojaat qiladi, konsultatsiyalarda gaplashamizda, bolasini yo'qotgan. Tasavvur qiling, bolasi yo'q uni. Ota-ona bolam chaqam deb ishlab yuraveradi. Bola ijtimoiy tarmoqda mana shunday chirkinli g'oyalarni tinglagan. Hasanboy aka. Zo'r fikrlari bor, ustoz, fikrlari bor. Dushmanlarimizni ish vaqtiga qarab aytiladi. Ko'p aytganman bu gapda. Bolalarimizni bo'sh vaqti deydi. Dushmanlarimiz ish vaqtiga to'g'ri kelmasin deydi. Buni ortida juda katta ma'no bor. Yaxshilab e'tibor berib odamlar agar boshqalar ham tushunish xohlasa, tasavvur qiling mana. Bolasi bo'sh, ota-onasini qarmog'idan chetda qolgan. Ota-ona qarmog'idan chetda qolgan. Nima bo'ladi endi? Dushmanlarimiz qo'lida degani. Hattoki e'tiqodni gapirmasak ham bo'ladi hozir. Ota-ona o'zini farzandi bilan kelisha olmayapti. Men eslolmayman-da. Qishloqda dadam meni ketmon sopi bilan urib quvlagan bo'lsa ham, uydan qochib chiqib ketganimni eslolmayman-da. Yoki siz esla olasizmi qochib ketganingizni? u haqida Z avlod deyshadi. Ha, Z avlod 1997-yildan 2013-yilgacha bo'lgan avlod Z avlodda. Aynan mana shu Z avlod haqida gap ketyapti hozir. Oxirgi shu yillardagi bo'layotgan voqealar, bolalarni kam mehnat qilib, ko'p pul topish haqida o'ylashlari, orzulariga tezroq va yoshligidan erishish haqida bo'lganda, lekin siz bilan bizning vaqtimizda unaqa narsalar bo'lmasdi-ku. Ota desa tamom edi. Dadang kelyapti desa tamom edi. Tasavvur qiling, mana hozir muammo bolalar urushyapti, uydan chiqib ketyapti. Ota-ona bilan gap talashib, uydan qochib chiqib ketyapti. Bemalol. Ertasi kuni ota-ona uni yalinib olib kelyapti. Men so'radim. Ko'pchilik aynan shu bolani yosh xususiyati kim nima so'rasa, yana o'sha eski stereotip, hali kelgusi sonlarimizda rivojlanish psixologiyasi eskirganligi haqida gaplashamiz-da. Kim so'rasa aytaman. Bo'ldi, unutinglar. Ya'ni bular nima deydi? O'tish davri, o'smirlik paytida shunaqa bo'ladi deydi. Ya'ni ruschasiga aytganda подростковый возраст. Ha, bo'ldi. Oling hozir 5-sinfdan o'smirlik davri boshlanayotgan bo'lsa, ilk o'smirlik davri boshlanayotgan bo'lsa, kitoblarda yozilishicha, lekin bu 3-sinfdan boshlanyapti. Chunki ijtimoiy tarmoqda o'smirlik davrida fikr ketadi. Boladagi jinsiy istaklar, mayllar bevosita emas, bilvosita deydi. Ya'ni nimanidir ta'sirida bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqda shuni ko'ryapti. Uni nimaniligini anglashga harakat ketadi. Buning natijasida bola tez yetilyapti. Ota-onaning xabari qolmayapti. Xabari yo'q. Qo'lida telefoni bor. Telefoni bor, sinfdoshi bor. Guruhi kim? Kimlar bor? Ota-ona bilmaydi. Ota-ona faqat ishlab, bolamning ehtiyojini qondirsam degan, endi buni salbiy deb ayta olmayman. Ijobiy holatda. Mana shu natijalarda ijtimoiy tarmoqdagi mana bu o'zini mutaxassisman deb jamiyatimizni aldayotgan bular
rasvo qilishyapti. Oddiy mana yaqinda chiqdi, adashmasam, psixogenetiklar deydi. Oh, xudoyim deyman, qani nima ekan deyman. Biz oliy ta'limda juda og'irlik. Oliy ta'limda psixogenetika degan fan o'tamizda. Biz psixogenetika o'tsak, talaba aytyapti. Ustoz deyapti, siz umuman boshqa narsa haqida gapiryapsizki, siz bilmas ekansiz. Ha, biz bilmaymiz. Qanaqa bo'ladi gapiring desa, endi avlodlarimiz gunohiga javob berishimiz, avlodlar bu genni tozalash kerakligi, xo'p, irsiyatga borib taqalishi. Yaxshi dedim. Kimning nazariyasi ekan? Hattoki shaxsni o'rganishga doir 3 ta nazariya bor psixologiyada: biogenetik, sotsiogenetik, psixogenetik. 3 ta nazariya bor. Hattoki biogenetikda ham unaqa deyilmaganda. Biologik nuqtai nazardan olib qarasa. Ha, biogenetikda ham unaqa deyilmaganda nazariyada. Keyin aytayapman, qanaqasiga, qani bir aytingchi desa, nazariyasi yo'q. Kimdandir eshitgan gapini shunchaki zapis qilgan, o'sha gapdan foydalanib yuribdi. Kelmas ekan, unga tushuntirib beryapman. Psixologiyada travmalar desam, ustoz deydi, mana deydi, bitta uyda deydi, o'g'ri bo'lsa deydi, bolasi ham o'g'ri bo'ladi-ku. Shunda bu gen nima deydi? Yo'q. Psixologiyada travmalar, ilmiy tushuncha, hozir travma ham trendga chiqib ketgan so'z. Travmalar hech qachon gendan o'tmaydi. Ijtimoiy muhitdan o'tadi. Ha, shuni so'ramoqchi edim. Ha, ijtimoiy muhitdan o'tadi. Genga umuman aloqasi yo'q. Deydi, ustoz deydi, bilmas ekansiz deydi, har doimgidek biz bilmaymiz. Lekin bir narsa unutmaslik kerak. Mana burgut. O'sha mashhur multfilm bolalikda ko'rganimiz. Tuxum tog'dan do'malab tushib, tovuq kataga kiradi, tovuq uni katta qiladi. Anavi burgut tovuqlar ichida katta bo'lar ekan, uni genida burgutlik bor edi-ku. Lekin qayerda katta bo'ldi? Tovuqlar ichida katta bo'ldi. Burgut osmonga qarab burgutlarni ko'rib, uchishni orzu qilib yashar ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Lekin u biologik nuqtai nazardan burgut uni genini tozalasa uchib ketamiz. Nima deb o'ylaysiz? Inson o'zi haqida fikri bor-da, ijtimoiy muhitdan o'tadi bizda travmalar. Xuddi shunaqa. Gen deb endi bular alohida katta bir mavzu. Keyingi sonlarimizda har bittasini noto'g'riligini, xususiyatini aynan ilmiy izohlab joylashga harakat qilamiz. Juda qiziqarli suhbat bo'lyapti menimcha. Izohlarda fikrlarni yozarsizlar. Endi navbatdagi bir savol, g'arb psixologiyasi bilan sharq psixologiyasining farqi. Endi shu psixologiyaning o'rtasida qanday tafovut va farqlarni borligi, ya'ni shu yuqorida aytib o'tganimizdek bizga mos kelmaydigan modifikatsiyalardan voz kechishimiz kerakligi va o'zimizga moslashtirishimiz kerakligi to'g'risida gaplashdik. Shu haqida bir umumiy tushuncha tushuntirib bersangiz farqini sharq va g'arb psixologiyasi o'rtasida. Bu haqida bizning jamiyatimizda turli xil g'oyalar yuradi. Bu savolga qisqa javob, bu masalani din psixologiyasidan qarash kerak. Lekin biz ta'limotlarni ko'radigan bo'lsak, hech qaysi oliy ta'limda sharq psixologiyasi o'qitilmaydi. Bizga psixologiya g'arbdan kirib kelgan, Rossiyadan kirib kelgan bizga. Chunki psixologiya rivojlanishining 4-bosqichida murakkab psixik jarayonlar rus psixologiyasining falsafasi yotadi. Olaylik, qaysi kitobimizda sharq psixologiyasi bor ekan? Endi bizda hozir shunday qarashlar borki, sharq mutafakkirlarining psixologik qarashlari deb ma'lum bir nafsga oid g'oyalarni ilgari surishadi. Bu to'g'ri. Lekin ular psixologik nuqtai nazardan g'oyasini ilgari surmaganda, ularning g'oyasi falsafa tarkibiga kirib ketib qolgan. Din nuqtai nazaridan kelib chiqadi. Falsafaga, chunki falsafa insonni o'rganyapti-ku. Buni bizdagilar shu din bilan bog'lash holatlari shuning uchun ko'paydi. O'zi aslida rus falsafasiga qaraydigan bo'lsak ham, psixologiya desa, psixika asosiy faoliyat aks ettirish bizda psixikani obyektiv borliqni subyektiv aks ettirish ta'rifida keladi. Har bitta inson obyektiv borliqni subyektiv o'zicha aks ettiradi. Xo'p, endi boyagi siz bilan biz gaplashayotgan nafsi ammora, nafsi lavvoma ketishaveradi. Nafsi mutamayina ketishadi bular. To'g'ri. Biz nafs ilmini o'rganyapmiz. Psixologiya nafs ilmi. O'zbekistonda biz psixologiya nafs ilmi sifatida o'rgatsak, bu hech qanaqasiga muammo bo'lmaydi. Chunki Yevropada ham ruschada self management deydi. Self degani nima degani? O'zini o'zi boshqarish. O'zini boshqarish. O'zi ruslarda samist deyiladi. Hammasida o'z ketadi. O'zlik degani nima degani o'zi? Bu yerda siz o'zlikda olaylik, mana Jungning psixoanalitikasida o'zlik deganda mana shu nafs haqida gap ketadi. Bu yerda siz ota emassiz, bu yerda siz ona emassiz, inson emassiz. O'ziz deydi. Ya'ni u qayerga borib taqaladi? Insonning nafsiga borib taqaladi. Mana shu nafs haqidagi fikr ilgari surishganligi uchun yoki Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf iymon kitobida yoziladi. Biz bandalarni nafsiga oid ilmini o'rganish uchun psixologiyaga murojaat qilamiz deydi. Endi buni e'tiqod bilan tiqish, din bilan aralashtirish xato bo'ladi. Din e'tiqod, unga amal qilish kerak.
lekin psixologiyada savol-javob bor-da. Shuning Unga uchun to'liq savol bersa bo'ladi. ha, shuning uchun bu g'arb bilan sharq psixologiyasining o'rtasida bizda katta farq yo'q. Faqat mentalitetimizga, etnopsixologiya xususiyatimizdan kelib chiqib moslashtiramiz. Tub mohiyat o'zgarib ketmaydi testda. Ya'ni qaysidir so'zni o'rniga boshqa so'zdan foydalanamiz. Misol uchun, o'tkinchining iltimosiga ko'ra men uning pulini maydalab berish uchun to'xtayman. O'tkinchi degani kim o'zi? O'tkinchi ya'ni yo'lingizdan uchrayotgan bir har qanday inson bo'lishi mumkin. Yo'lingizdan o'tib ketayotgan inson deymiz biz. Ha, u o'tkinchi deb keladi ular. O'tkinchi shaxs degani ya'ni hayotingdan o'tib ketadi. Uni mazmunini tushuntirish uchun biz modifikatsiya qilamiz, lekin testda mazmuni o'zgarmaydi odatda. So'zlar o'zgaradi. Bu modifikatsiya Uni to'liqroq tushuntirish uchun o'zgartirish shart. Jamiyatimizning falsafasiga moslashtiriladi, lekin tub mohiyat o'zgarilmaydi. Shuning uchun bizda psixologiya g'arbdan kirib kelgan. Endi g'arbda ham taqiqlar qo'yilinyapti. Aynan ma'lum bir ilmiy darajaga ega bo'lmagan, ilmiy salohiyatga ega bo'lmagan, psixologiyadagi ma'lum bir shu yod g'oyalarni ilgari suruvchilar ustidan taqiq qo'yilyapti. Bizda ham yaqin kunlarda shu narsaga erishamiz deb o'ylayman. Chunki nazoratga olmaydigan bo'lsak, biz yosh avlodni yo'qotamiz. O'zi hozirgi kunda ko'payib boryapti, oldi olinyapti. Radikalizm bor, bitta tushunchada qotib qolish va diniy radikalizm bor. Mana shularga zamin yaratib berayotgan shu soxta psixologlar bo'ladi. Endi ijtimoiy tarmoqda yana bir ko'rib qolaman. Psixologlarni kuzatamizda, baribir odamda qiziqish bor psixologiya, ya'ni o'zini o'rganish, anglash, tushunib yetish bo'lgandan keyin ko'rib, kuzatib ba'zilariga ko'zim tushib qoladi. Qalbshunos deb yozib qo'yishadi. Shu haqida bir asoslasangiz. Bunaqa nomlilar ko'p. Qalbshunos, chunki sizga qaysi bir yaxshi effekt beryapti. Qaysi gapni eshitsangiz, qalbshunos, meni qalbimda dardim bor deydi. Qalbshunosga boradi. Yoki bo'lmasa ana kafedarlik bor, ya'ni barmoqqa chizg'ilariga qarab sizni taqdiringizni aytib beradi, yoki astrologlar bor. Yaqinda bir mana kvant psixologiyasi chiqdi. Bular psixologiyaga oid yo'nalish emas. Bu yerda kvant fizikasi bor, bilamiz. Shu fizikani kvant ong siz nimanidir xohlasangiz keladi deb olib borib kelishyapti. Yoki bo'lmasa teta healingchilar bor, meditatsiyachilar, chakrachilar bor. Tafakkur qilsangiz, birortasi ilmiy maktab yo'q. Ular nima deb singdiryapti falsafaga? Bu zamonaviy psixologiya deyapti. Yo'q. Zamonaviy psixologiya deb qaratyapti. Qalbshunosman men, ruhshunosman men, telekinezman men. Parapsixologiya haqida gapirishadi. Hammasi parapsixologiya. Endi ularning gapirmasi psevdopsixologlarda bular. O'zini vallomat bilishadi. Biz siz bilan biz uni kommentariyaga yozsak javob yozmaydi. Shuning uchun biz yozmaymiz. Agar bizning gaplarimizga qarshilar bo'ladigan bo'lsa, kelinglar, mana shu yerda ijtimoiy tarmoqda jonli talashamiz. Lekin tez kunlarda o'sha psixologlar to'g'risida, mayli, yuzini ko'rsatmaymiz, shaxsga doir ma'lumotlar bo'lib qolishi mumkin, lekin audio tarzda audiolarni qo'yib, ularni har bittasini asoslab, asosini keltirib, haqiqatan yolg'on psixologiya ekanligini bir ko'rsatib berishga bir imkoniyat. Albatta. Bu narsani qilamiz va shundan tashqari yana aytib o'tishim kerak, nafaqat bular. Nafaqat psevdopsixologiya. Siz bilan biz sevib tinglovchilarni ham so'zlariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, jamiyatimizdagi umuman bizda yo'q stereotiplarni kecha kuni bir video ko'rib qoldimda, qiz bola deyapti. Ajrashib qaytib kelsa ota-onasining uyiga sig'maydi deyapti. Sabab? Mana siz savol beryapsiz, lekin jamiyatimiz savol bermasdan to'g'ri, qiz bola qaytsa kim uyiga ham sig'adi, ota-onasi sig'dirmaydi. Bizda chunki bir maqol bor, chiqqan qiz chig'iriqdan nari degan bir maqolga amal qilishadi. Mana shunday. Men qani bu yerda mantiq. Odam o'zining miyasiga kelgan har qanday fikr to'g'ri deb aytib yora olmaydi-da. Bunaqa mavzular ijtimoiy tarmoqlarda, podkastlarda ko'tarilyapti. Yoki mana bir qiz chiqdi, bizni bokiralik yukidan qutqaring deb chiqdi. Falsafani ko'ryapsizmi? Nima degani bu endi? Bizni bokiralik yukidan ya'ni qutqaring. turmush qurguncha bizga jinsiy hayot, bizda o'zbek mentalitetida tabu, taqiq bor. Lekin ular mana shu narsani bizni sevgan odam borimizcha qabul qilsin degan tushuncha kiryapti. G'arb falsafasi kiryapti. G'arb endi aytmoqchi, g'arb madaniyatida xuddi shunday, lekin o'zbek madaniyatida, o'zbek mentalitetida bunga g'arb madaniyatida nimaga shunaqa bilasiz? Yo'q, mana hozir aytasiz, bilamiz. Freydni nazariyasida aytdimi boya? Id, ego, superego dedi. Nima xalaqit beryapti yashashga? Superego, e'tiqod xalaqit beryapti. Keling shu e'tiqoddan voz kechaylik. Unda yashash juda ham qiyinlashib ketadi jamiyatda. Lekin ular yashayapti-da. Ularda superego yo'q. Faqat mana meni anglayapsiz, o'zingiz anglayapsiz. Nafsingizni taniysiz. Nafsingizga nimadir yoqyapti, shu ishni qilaverasiz. Orqasidan nima kelmaydi? E'tiqoddan savol kelmaydi. Og'riq kelmaydi. Vijdondan keladigan savol deymiz-da, biz shuna kelmaydi-da. Shuna turadi, bo'ldi. Pulini tashlayib chiqib ketaveradi. Davom etib ketaveradi yurgan joyida. Ularda mana shu Freyd ta'limotini buzganligi uchun bizda ham ko'plab diniy ulamolarimiz Freydni uni boshi, buni boshi deyshadi. Freyd aytgan, targ'ib qilmagan-ku. Freyd kitoblarini, men shu Freyd yomonlaydigan insonlarga savolim bor-da. Freyd kitobini o'qiganmisizlar o'zi?
Har bitta kitobida yahudiy bo'lgan-ku. Diniy e'tiqodli so'zlar bilan boshlagan. Har bitta kitobiga har bitta masalani ochiq oydin aytdi degani. Agar Freyd bo'lmaganda biz Freydni o'ylab topishimiz kerak bo'lardi. Men shu nazariyada qarayman. Freyd aytib ketgan aybi bo'ldi. Xo'p, yomon mana Freyd bo'lmaganda jamiyatimizga bitta Freyd yasab olardik o'zimiz demoqchisiz. Yo'q, uni yaratishimiz kerak bo'ladi, bu qiyin bo'lardi. Freyd bo'lmaganda bo'lmas edi. O'sha paytda ko'p masalalar Freyd muammosidan u aytib ketdi, aybdor bo'lib qoldi. Olaylik mana boyagi fikri, hamma qarshi chiqadigan fikri. O'zingni qizingga uylansang bo'ladi dedi. Hozir jamiyatimizda shunaqangi chirkin holatlarga duch kelmayapmizmi? Juda ko'plab holatlarni kuzatyapmiz. Insonni mayli boshqaradi deyapti. Duch kelmayapmizmi? Kelyapmiz. Hamma narsa bor bizda, lekin bizda tan olish yo'q. Odam o'zini nafsini tanish kerak-da bor. Oldin nafsini taniydi, keyin dunyoni taniydi. Agar u nafsini tanimasa, u hayoti mana shunday soxta psixologlarning orqasidan ketib yuraveradi. Endi psixologiyada bilish jarayonlari bor. Idrok, sezgi, xotira, tafakkur, nutq. Men hozir shuni o'ylab tushunib yetdimki, demak, bu juda muhim ahamiyatga ega narsa ekanligini tushunib yetyapman. Bilish jarayonlari sifatida alohida yo'nalishimiz bor-ku bizda. Kognitiv psixologiya. Insondagi tafakkur xatolarini, miyada kechadigan jarayonlarni o'rganadi. Har bitta fikr qanday onga kirib keladi, qanday chiqib ketadi, qanday izohlaydi. Har bittasini o'rganadi. Demak, hozir men demoqchi bo'lganim shu tafakkur haqida ozgina ma'lumot bering. Psixologiya tafakkur qilishga odamlarni majbur qilsin, ko'r-ko'rona fikrlamasin, anglasin, tushunib yetsin degan maqsadda hozir shu tafakkur haqida gaplashaylik siz bilan. Tafakkur qiladigan bo'lsak, tafakkur rivojlanadi. Miya po'stlog'ida joylashib, diniy nuqtai nazardan qarashsa ham, Qur'oni Karimda ham 18 marta tafakkur qilmaysizmi deb zikr qilinadi. 79 o'rinda aql ishlatmaysizmi? 811 o'rinda ilm haqida gap ketadi. Tafakkur qilish uchun inson albatta ilm olish kerak. Hozir mana birinchi kurs talabalarga dars beramiz. Majburlab kitob o'qitaman. Darsda emas. Kitob beraman, keyingi darsimga kelganda o'sha kitobdan nimanidir gapirib bermasa, tamom. Kundan kunga fikrlash o'zgaryapti. Men aytaman-da, bu tafakkur ilishib ketsa xatarli. Ya'ni fikrlashni boshlaysiz. Fikrlagan inson kerak emas, fikrlagan inson kerak emas bizga va hayotingizda ham fikrlashga yo'l qo'ymang. Chunki bu sizga xatarli deb qo'yaman. Tafakkurda bu barcha bilish jarayonlarini boshqaruvchisi. Inson miyasida mana tafakkur buzilishlari deymiz, KPT, kognitiv psixoterapiya. Aron Tomsonbek o'zining g'oyasini ilgari suradi, qarang, kognitiv buzilishlarga. Katastrofa qilish. Bu qanday keladi insonning miyasiga desangiz, birinchi ma'lum bir vaziyatni ko'rasiz, miyada talqin qilasiz, keyin reaksiya ko'rsatasiz, keyin oqibat keladi. Bolangiz yig'lab kelyapti, baqir-chaqir qilib. Agar siz katastrofa qiladigan bo'lsangiz, miyangizda vaziyatni ko'rdingizmi, kimdir uni urdi deb fikrladingizmi, keyin reaksiya ko'rsatasiz, nima qildi deysiz. Bola yana battar yig'laydi. Shuni bosqiqlik bilan nima qildi deb aytsa ham bo'ladi aslida. Empatiyaning 3 darajasini bilish kerak uning uchun. Empatiyada 3 daraja bor. Tur emas bu. Birinchi navbatda kognitiv empatiya. Bola yig'lab keldi, nega yig'layapsiz? Bola yig'laveradi. Nimaga yig'layapsiz? Keyin bola yig'idan to'xtab, nima bo'lganini aytadi. Keyin hech narsa qilmaydi, bo'ldi deysiz-da. So'zingizni orqasidan sirasi biz xulq-atvor empatiyasiga o'tyapmiz, qo'l ishlatyapmiz. Bizda jamiyatimizda shu narsa xato ketadiki, ayollar to'g'ridan to'g'ri emotsional empatiya, voy nima bo'ldi? To'g'ridan to'g'ri yo'q, u bosqichma-bosqich ketish kerak. Mana oling, hozir shunda uyga borasiz. Onam ishdan bo'shadim deysiz. Keyin onangiz, "Voy bolam, nimaga bo'shading? Uylanishing kerak, ro'zg'or bor, krediting bor, u bor, bu bor" deydi. Onangiz sizdan, "Bolam, nimaga bo'shading?" deb so'radimi? Savolda mana sabab nima deyilmaydi. Deyilmaydi. Keyin siz aytasizda, "Ha, mendan boshqa hamma qamaldi" deysiz. Uni biz shoshish kerak emas shuning uchun. Sekin-astalik bilan nima bo'ldi? Mana shu darajalar bilinib, tafakkur xatolaridan sekin chiqadi inson va fikrlash kerak. Tafakkurga qarang-da. Mana erkaklik haqida gaplashaylik. Erkaklik shakllanadimi, rivojlanadimi? Shakllanadi. Yashang. Bizdagilar erkaklikni faqat jins bilan belgilayapti-da. Erkak bo'lish uchun aynan erkaklik jinsiy a'zosi bo'lish kerak degan tushunchaga yopishib qolishgan. Kechirasiz, erkaklik shakllanadi. U erkak jins bo'lishi mumkin, lekin erkak bo'lmasligi mumkin. Mana ko'ryapmiz hozirgi kunda. Juda ham ko'p ko'ryapmiz-da. Erkaklik shakllanish uchun yana Freydning psixojinsiy rivojlanish nazariyasiga nazar tashlasak, 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan davrda jinsiy identifikatsiya bo'ladi. O'g'il bola otasiga taqlid qilishni boshlaydi, otasini o'rganadi, otasiga qiziqish bildiradi, ya'ni otadan erkaklikni o'rganadi. Ya'ni ideal shaxs sifatida ko'rish boshlaydi. Ha. Endi otasi bo'lmasa-chi, qiziq emas. Amakisi bordir, tog'asi bordir, qo'shni aka bordir, u identifikatsiya qilib olaveradi.
Lekin bizda nima bo'ladi? Ayollar agar turmushdan ajragan bo'lsa, erini ham rolini bajarishga o'tadi. Erini rolini bajarish kerak emas. Eri qilmayotgan vazifasini bajaring. Lekin rolini bajarish kerak emas. Va bir siz bilan safarga chiqqanimizda bilsangiz, aytib berdim sizga. Bir erkak ayollar bilan ham gap talashyapti-da. Yosh kattami, kichik bir qizig'i yo'q. Men sizlarga savol berganman. Ustoz, oilada qanaqa katta bo'lgansizlar? Menga bolalik qiziqda. Shu odam ko'radi. Bolalik qiziq. Qanaqa katta bo'lgansiz? Bizda onam qattiq qo'l bo'lgan, poni onam qo'lda katta bo'lganmiz. Deyapman. Otasi voqea o'tib ketgan, onada katta bo'lgan, ona ham erkak bo'lyapti, ham ayol bo'lyapti. Endi aytmoqchi edim, ham oilani ham erkagi, ham ayoli o'zimman deydi onalar. Mana shuni natijasida bola ayolni erkak sifatida ko'rib, u bilan gap talashyapti. Agar u otani alohida, ota alohida idrok etilganda, ona alohida idrok etilganda, u ayollar bilan gap talashmasdi. Ayollar bilan gap talashib, adabadiga boradigan erkaklar yoki o'chib talashyapti, unda bankda aka aytayapti. Men o'tib ketyapman, juda ko'p kuzataman insonlarni. Voy, ayol kishiman-ku, gap talashmayin deyapti. To'g'ri aytayapti. Men ayolman deyapti. U tan olib turibdi. Tan olib turibdi. Ani erkak kishi, men erkakman, sen men bilan gap talashma deyapti. Bu fitratda odam anglash kerak. Ayol va erkak psixikasini ikki xil tuzilishga ega bo'ladi. Ayollarning nutq organi boshqa joyda joylashadi, miyada, erkaklarniki boshqacha. O'ng va chap miya yarim sharlari bor, ayollarning fiziologiyasi bor. Ularning fikrlashiga baribir ta'sir ko'rsatadi. Men bu yerda ayollarni yergurmoqchi emasman, nabarot, ikkita jins ikki xil demoqchiman, tafovuti bor. Ya'ni kuchli odam kuchsiz odam bilan gap talashgan degapti, meni shunday. Mana shu narsani shakllanishida Freydning nazariyasida 3 yoshdan 6 yoshgacha ketadi, deyapti. Kognitiv nazariyada siz aytgandek tafakkur jarayonining o'rnini ahamiyat ko'rsatiladi. Kimdir, kimgadir, qanaqadir olaylik laqab qo'yish. Bu ham tafakkur xatosi. Yoki bo'ldi, meni hayotim shu bilan o'ziga tushmaydi. Hammasi kognitiv tafakkur xatolar sanaladi. U yorliq osib qo'yadi, katastrofa qiladi, dixotomik fikrlaydi. Yo shu qizga uylanaman, yoki shu qizga shu erga tegaman, yoki o'zimni o'ldiraman, yoki hayotdan aniqlaman, uylanmay o'taman. Bu hammasi tafakkur xatosi. Inson fikrlashni to'g'ri tahlil qilish orqali shakllantirish kerak bo'ladi. Erkaklik va rivojlanish, shakllanish masalasi ham shunday. Hattoki erkak bor, mas'uliyat bor, majburiyat bor. Bu ikkalasining ham farqi bor. Olaylik, mana erkak ko'p savol beradi. Men ishlamasam itdek xo'r bo'lasan deb hozirgi yoshlarimiz zo'r fikrlaydi. Men ishlayapman, pul ozgina cho'ntaga pul ko'rsa, "Men kimsan?" deydi. "Mana men ishlayapman, men itdek xo'r bo'lasan" deydi. Noto'g'ri fikr. Bu majburiyat. Keyin uylanadi, ota-onasi aytganiga uylanadi-da, o'lganimni kunidan yashayapman deydi-ku. Bu majburiyat. Farzandlik majburiyati bo'lyapti-da. U uylanib er sifatida erlik mas'uliyatini qabul qilmayapti. Lekin majburiyatni bajaryapti. Erlik majburiyatini bajaryapti, farzandlik majburiyatini bajaryapti. Yoki ayollar nima deydi? Ota-onamning roziligi uchun turmushga chiqdim deydi. Majburiyatidan. Lekin ayollik mas'uliyati qani? Avval biz yoshlarda mas'uliyatni shakllantirishimiz kerak. Majburiyat ikkilamchi bo'lishi kerak. Ajrata olishmayapti. Majburiyat boshqa narsa, mas'uliyat boshqa narsa. Bular barchasi shakllanadi. Bularni shakllanmay qolishiga ham sabab nima bo'lyapti hozirgi kunda? Aynan akseleratsiya jarayoni, rivojlanishda noto'g'ri oqimlar ta'siriga berilish juda ham ko'p hollarda biz buni uchratyapmiz. Bunga qarshi shu kurashamiz deymiz. Endi to'g'ri kurashamiz. Mana o'zim ko'p kuzataman. 21-asr zamonaviy texnologiya asri, to'g'ri tushunish kerak, to'g'ri qabul qilish kerak. Bolalarimiz ko'p telefondan foydalanishadi, gadjetlardan ko'p foydalanishadi. Buni ham to'g'ri qabul qilamiz. Uyga onalar kelganda qo'liga telefon berishadi, otalar telefon berib qo'yishadi bolani. Bola ma'lum bir miqdorda emasda ko'p telefondan foydalanib o'tirishadi. Lekin u bola telefonni ko'rganda ma'lumotni vizual tarzda qabul qiladi. Vizual tarzda qabul qilib, bolada nutq rivojlanishi orqada qolyapti. Nutq rivojlanish masalasi alohida bir dolzarb muammoda xos. Toki logopsixologiya ham mana shu narsaga e'tibor qaratyapti-da. Endi mavzudan chetlashmagan holda aytaman. Ijtimoiy tarmoqdan foydalanyapti. Ijtimoiy tarmoqdan foydalangandan keyin onaga qarab shunday aytayapti: "Siz meni shaxsiy chegaramni buzyapsiz" deyapti. O'zi shaxsiy chegara nima? Anglab tushunib yetmasa. Tushunib yetmasa, siz meni shaxsiy chegaramni buzyapsiz deydi. Shaxsiy chegara o'zi nima desa? Endi ma'noda asosi yo'q. Asos yo'q. Gaplashib o'tirsangiz. Undan keyin bir mutaxassisimiz bilan gaplashsak, farzandi bilan psixologga borsa, shunda qo'yibdi-da. Şimdi ijtimoiy tarmoqda psixologni odam deb o'ylaganda u ham. Ishonganda. Ishongan. E'tiqod nuqtai nazaridan gapirgan. Borsa, shunda bolasini oldida siz vobshe noto'g'ri qilyapsiz.
Siz juda qattiq xato ish qilyapsiz. Bolangiz to'g'ri fikrlayapti deb endi bolasini shundan qilsa, bola shundan biri ota-onani nimadir desa sizlar xato fikrlaysizlar degan tushunchaga kelgan. Men psixologiyani o'qib yurgan vaqtlarimda menga o'rgatishgandi. Psixokonsultatsiyada hech qachon ikki kishiga bir vaqtda teng o'tilmaydi. Ayniqsa oilaviy munosabatlarda har bittasiga alohida, hattoki er-xotin bo'lsa ham sirkulyar intervyu bo'ladi. Sirkulyar intervyuda bittasi gapirganda bittasi jim turadi, qo'shiladimi yo'qmi fikrini aytib turadi, bo'ldi, qolgan jim turadi. Odatda bu konfliktni hal qilish sxemasi hamda sirkulyar zanjirda bu. Ular alohida. Men o'zimiz ham ota-onalar bilan konsultatsiya qilsak, bolasi bilan alohida, ota-onasi bilan alohida, oxiri bo'lgan umumiy xulosani ota-onani o'ziga alohida aytamiz. Ota-onani o'ziga alohida aytamiz, ota-ona keyin chiqib masalani yechish uchun harakat qiladi. Lekin bular jamiyatimizni har jabhada buzib tashladi. Har jabhada fikrlar buzilib ketyapti. Jamoatimizni psixologlarga nisbatan, psixologiya ilmiga nisbatan qarashlar o'zgarib ketyapti. O'zi bu fan, ilmiy, metodologik nuqtai nazardan oliy ta'limda kvota ajratilyapti, davlat byudjet ajratyapti, o'qityapti yoshlarni. Alohida yo'nalish sifatida. Yo'nalish sifatida bizga ijtimoiy tarmoqlarni ko'rib kelishadi, biz ularni davolab chiqaramiz sekin-astalik bilan. Ustoz, siz bilan blitz savol-javoblarga o'tsak. Xo'p, Juda qiziqarli savollar bor. Psixologiya va motivatsion gapbozlik o'rtasida chegara qayerda? Chegara psixologiya bilan motivatsion gapbozlikni tenglashtirishdi. Tenglashtirib bo'lmaydi ular. Nega bugun har ikki odamning biri psixolog bo'lib ketdi? Insonlarda o'zini e'tirof etish, tasdiq etish, jamiyat ongiga o'zlarini nisbatan fikrlarini izohlash kuchayib ketib qoldi. O'zlarini e'tirof etishga ko'p urinishyapti. Instagram, TikTokdagi maslahatlar ilmiy psixologiyami yoki shunchaki shaxsiy fikr? Ilmiy asoslanmagan, o'zining eplolmagan hayotidan olgan taassurotlar. Men shunchaki tajribamni o'rtoqlashyapman degan gap qanchalik xavfli? 100% xavfli. Chunki uni shaxsiy tajribasi bilan siz yashashni boshlasangiz, u o'zini faqat ijobiy holatlarni qo'yadi-ku, salbiy holatlarni ko'rsatmaydi. Bir maslahat bilan hayoting o'zgaradi degan va'dalar nimani anglatadi? Aldovni cho'qqisi. Hamma muammoni bolalik travmasiga bog'lab yuborish qanchalik to'g'ri? Bolalik travmasi haqiqat. Travmani ikkinchi tarafi ulardagi ayniqsa juda xavfli bo'lyapti. Travma ilmiy tushuncha, lekin uni o'sha travmadan ham birortasining xabari yo'q. Sen yetarlicha xohlamading degan gap yordammi yoki ayblash? Chirkin g'oyani manipulyatsiyasi. Ijtimoiy tarmoqlardagi algoritmlar soxta psixologiyani qanday kuchaytiryapti? Soxta psixologiyani sezilarli darajada kuchaytiryapti. Biznes bo'lib ketdi. Ya'ni biz ularni qo'llab-quvvatlashimiz, ya'ni layklar orqali, kommentlar orqali qo'llab-quvvatlashimizdan kuchaygan biznes deb hisoblayman. Bu Wall Street borsidagi strategiyadagi gapda. Hamma narsa sening fikringga bog'liq degan tushuncha qanchalik to'g'ri? U sening fikring qanchalik to'g'riligini o'zi sen qayerdan bilasan degan savol bor. Ustoz, blitz savol-javobdagi javoblar uchun rahmat. Siz bilan keyingi sonimizda, Xudo xolasa har bir sonimizda aynan shu jamiyatimizni fikrini zaharlayotgan har bitta soxta psixologiya yo'nalishini bitta yoritib beramiz. Albatta yoshlarimizga, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilariga manfaatli bo'ladi. Har bir sonimiz manfaatli bo'ladi. Hurmatli TGP podkast kuzatuvchilari, agar sizda qandaydir savollar bo'lsa, kommentariyada kutamiz, izohlarda fikringizni qoldiring. Biz sizni fikrlaringizdan keyingi sonimizda ustozga albatta savollaringizni yetkazamiz. Ya'ni sizda haqiqiy to'liq tushunchani shakllanishi uchun. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Tafakkur yangiliklarida ko'rishamiz. Chaqchang.